Okalar, endi chorbog'-morboqqa borib o'tirish hojat yo'q. Nanaydan bitta go'zal dachani men sizlarga ko'rsataman. Hozir ushbu ko'rib turgan dachada 8 ta xonasi, o'zini bitta basseyni va shunaqangi bitta chiroyli tapchani mavjud. Hozir bitta birinchi xonamizga kiramiz. Birinchi xonamizga kirganimizda o'zini bitta chiroyli ugologi bor. Mana shu joyda bitta PlayStation bugunoq o'rnatishadi va bizning zal qismimizda 5 kishi uchun divanlari bor. Bu joy menimcha elitni maza qilib yashasangiz bo'ladi. Bundan tashqari yonginasida yana ikkita divan, ichkarisida esa sanuzeli bor, unitazi bor. Tapchanni shundoqqina yonida letniy oshxonasi bor. Ko'rib turganingizdek, bemalol o'zingizni shu yerda shashlikni qilib, xotirmani qilib turib, mash joyda maza qilib o'tirib, basseynga bitta gala tashab chiqsangiz bo'ladi. Qolgan xonalar bilan ham yana birma-bir ko'rsataman. Bizning asosiy go'zal xonalarimizdan bittasi bu bizning zal qismimiz. Idishlarni ham ko'rib turibsizlar, oilaviy maza qilib shu yerda ovqatlanib, dam olsanglar bo'ladi. Undan keyingi xonamizni ham ko'rsataman. Bu xonamizga to'g'ri kirganingizda televizor bor, bu yerda PlayStation bo'ladi. Bu yerda 1-2 ta xona, ya'ni 2 kishidan dam oladigan joyi bor. Eng asosiy joyda bizni shunaqangi bitta chiroyli namozxonamiz ham bor bu dachada. Ushbu dachani ko'rganingizda juda ham shinam, oilaviy maza qilib dam oladigan joy. Narxiga keladigan bo'lsak, bir kunlik ijara narxi $250 deb aytiladi. Egalarining nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Okalar, manzilni tushuntiraman. Nanay centerdan chap qo'l kirganda hamma biladigan 5 barmoqqa yetmaganda chap qo'lda dachamiz joylashgan.